Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammomimiz tayyor bo'ldi. O'zimizni bu qishloqqa bo'layapti. Mana mashinalarimiz keldi. Hozir yuklab ortamiz. Buni hozir hamma yo'g'i bo'lgakali yechib, ustanovka qilamiz va borib suvlarni chiqishlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana yechyapmiz akalar. Hamma yo'g'i bo'lgakali yechilib qo'yiladi. Borib yana teramiz akalar. Ko'rishlaringiz mumkin, dastavkamiz bor. Ustanovka qilib o'rnatib beramiz. Kimga yoqqan bo'lsa laykni bosib, podpiskani ayamishlar akalar. Aristonlargacha yechiladi. Yakta gumbillatib qo'yamiz akalar. Aristonni ham yechamiz, xudo xolasa mana. Aristonlar ham yechiladi. Aristonlarni yechib barisi bo'lib akalar mana. Ariston rakovinalar ortildi akalar, borib sinfga qilib teramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Akalar mana ortsak, xudo xolasa olib borib, tushirib, o'rnatib, suvlarni chiqarib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar akalar mana. Xudo xolasa ketyapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Laykni gumbillatib qo'yamiz. Mana akalar yetib keldik. Xudo xolasa tushirib, ustanovka qilamiz. Yoqqanimizda laykni bosamiz. Yetib keldik, darvozalar ochilgan holatda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Akalar mana Yakat qishlog'iga ko'chma hammomimizni kelib qo'ydik, mana ishlatib. Aristolar mana ishlayapti. Suvlarimiz tushyapti mana. Ko'rishlaring mumkin. Tepaga 500 talik bochka qo'ydik. Ichkaridan nasoslar qishda muzlamaydi. Bexavotir ishlayveradi. Shu burchakka nasosni o'rnatdik. Tomdan chiqarib, ba'zan tushadi, u yerda atqotni suvimizniki bor. Xullas kalom bitta mana. Mana suv tushadigan joy quduq emas. Yoqqanimizda laykni bosasizlar. Mana akalar, tomga 500 talik bochkani qo'yib, oshxonaning ichidan motorlar qo'ydikdan montaj qilib, bochkadan qilib turib, obratkalarni qo'yib, mana tepadan pastda o'sha hammomimizga boradi akalar. Bizni kuzatishda davom etinglar.